26 Xalqaro baxshichilik san'ati festivali o'z nihoyasiga yetdi. Bugun har bir ishtirokchi uchun hayajonli kun, sababi ular bugun o'z mehnatining mevasini ko'rishadi. Ularga bugun mukofotlar topshiradi. Hozir birozdan so'ng Madaniyat vaziri Ozodbek Ahmadovich Grand Prix sohibini taqdirlaydi. Grand Prix sohibasi The grand prize winner is Ozarbayjon. 26-28 aprel kunlari Xivada UNESCO va ISESCO shafeligida o'tkazilgan 4-xalqaro baxshichilik san'at festivalidagi baxshilar musobaqasida Grand Prix, ya'ni eng oliy mukofotni Ozarbayjonning oshiqlar guruhi qo'lga kiritdi va 7000 AQSh dollariga ega bo'lishdi. Keyingi asosiy o'rinlar esa O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston va Mo'g'uliston vakillariga nasib qildi va ular 5000 dan 3000 AQSh dollarigacha qabul qilishdi. Bu festival chin ma'noda Turkiy xalqlar madaniyati va san'atini dunyoga tanitib, ularni yanada birlashtirdi desak adashmagan bo'lamiz. Baland ovoz bilan ayta olamiz, bugun O'zbekiston do'stlik maydoniga aylanib boryapti. Bugun mana shunday festivallar orqali O'zbekistonni do'stlari ko'payib boryapti. Madaniy almashinuvlar doimiy ravishda bo'lib boryapti. Bugun o'ylaymanki, bunday ayniqsa qadriyatlarga asoslangan xalqaro darajadagi festivallar bugun aynan insoniyat uchun eng muhim, eng zarur va mana shu, ya'ni o'zligimizga qaytish ma'nosida menimcha bu eng kerakli bir do'stona rishtalarni bog'lovchi bir bayram deb ayta olaman.